Assalomu alaykum, aziz kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Zelenskiy Yangi yil tabrigida Rossiya bilan tinchlikka umid bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yangi yil tabrigida tinchlikka umid bildirdi. Uning tabrigi Telegramdagi kanalida e'lon qilindi. Biz tinchlikka ishonamiz, u uchun kurashamiz va u uchun mehnat qilamiz. Yangi yilingiz bilan aziz ukrainaliklar, deyiladi Zelenskiyning rafiqasi Yelena bilan tushgan bayramona fotosurati ostidagi izohda. Prezidentning so'zlariga ko'ra, yakunlanayotgan 2025-yil Ukraina fuqarolarining matonati, fidoyiligi va kundalik mehnatining namunasiga aylandi. U ushbu qadriyatlarni himoya qilishga, birlik va inson qadr-qimmatiga hurmatni namoyish etishga chaqirdi. Avvalroq Zelenskiy Ukraina fuqarolariga Rojdestvo tabrigida ismi oshkor qilinmagan noma'lum shaxsning azobda o'lishini tilagan edi. Jamoatchilik, ekspertlar, siyosatshunoslar tabrikda o'lim tilangan shaxs sifatida Rossiya prezidenti Vladimir Putin nazarda tutilganini aytdi. Shu munosabat bilan Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Zelenskiyning Ukrainadagi mojaroni hal qilish bo'yicha muvozanatli va adolatli qarorlar qabul qilish qobiliyatiga shubha bildirdi. O'z navbatida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga qarshi urushda g'alaba qozonishga ishonch bildirdi. Rossiya rahbari shuningdek, maxsus harbiy operatsiya nomini olgan Ukrainaga nisbatan bosqin ishtirokchilarini ham tilga oldi. Men barcha askarlarimiz va qo'mondonlarimizni yaqinlashib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Biz sizga va g'alabamizga ishonamiz, dedi u.